Ha bir tirsillagan narsa zo'rda mana shu tarvuzlarni bitta berib beringlarchi. Ada uyga qovun ham olaylik. Bizga uyga qovun kerak emas, jon o'g'lim. Bitta uyga bitta qovun yetadi. Xotining bor, katta qovun. Uyga borib oshni bo'lsamiz, ha? Nima bossalaring bosinglar, meni bosadigan joyim bor. Nimaga? O'rtalarimizda hashar, o'rtamizga tomga loy bosishimiz kerak. Ketdim men. Hashar? Zay, osh qilmay qo'yaverasan shekilli. Adamga ligilligi ham kechqurun uyda bo'lmas ekan. Jonim senga qurban bo'lsin. Palavina maya so'linishga. Qani? Onasini emmasin, Zay. Kechqurun biz ham bardiki burger yemish shekilli. Necha pensiya olasiz o'zi? Nech pul pensiya olsam ham topganim sizniki. Ana endi ikkita tekin o'g'riga bergandan sizga berganim yaxshi foyda. Mo'ylovingizga o'sin borsi? Assalomu alaykum. Misol oqshomida ko'nglingiz nimani tusaydilar? Nima zakaz beramiz? Xolajon, nima zakaz berasiz? Xola emas bu. Milashga. Endi ular uy onangni ko'r o'limu. Endi biz tomga loy bosgani keldik. Loyni beringlar. Beringlar. Somonni aralashtiraymi? Ye, nima bo'pti o'zi? Oshing halol bo'lsa ko'chada yeydigan. O'zim seni himoya qilaman, gulim. Faqa qara. Adalaki loy yomon chaplab qo'yibsiz. Endi o'lim bunday gap. 50 yildan beri sahroni o'rtasida chanqab yotgan tuyerda yotganimda, mana shu juvon yelka-melka turdi, tushundingmi? Men ham mujikman, sen ham menda tipa mujikroqsan. Yopiroq qozon yopiqligicha qolsin-a, jon o'lim. Bo'ldi. Men ham seni tek qo'yaman, sen ham meni tek qo'y. Baxtimga to'siq olma. Undan ko'ra uyga borda, mana shu ishlarni qilib yur, tir yo'qol. Ada suyukli xotinimga nima deyman? Dadam bizga uka olib kelar ekan deysan.